Amir Avtosavdoda arzonga Nexia 2 mashinamiz 2016-yil Yevrosonus motorda super konditsioner. Konditsionerda maychuda narsalar yo'q ekan. O'zingizdan bir qator qildirib olsangiz, konditsionerlar ham ishlaydigan holatda keladi. 270 ming yurgan, klassik holatda tomdan pastida avvallarda bor ekan. Bir qator o'zingizga ko'rsatib tekshirib olasizlar. Biz ham Egretdan olgan ma'lumotni sizlarga aytib o'tamiz. Narxini o'shanga yarasha tortishib, talashib tushirib qo'ydik. To'rtta bolalar zo'r holatda. Salon qismini ham ko'rsataman. Salonlari akkuratlik bo'lib turibdi. Yaxshi chexollar, poli, koreli solingan, magnitofon kolonkalar bor. Pultlargacha usturovka qilingan, metan gazlari bor, temir. Mashina kuzovida qirilgan, shilingan, dilni xira qiladigan joylari yo'q. Chiroyli holatda turibdi. Sizlar xohlagan hujjatni qilib berishar ekan. Biz mashina yiliga, probegiga, kraska holatlarini ko'rib, narxini o'shanga yarasha tortishib, bozordan arzonroq qilib qo'ydik. O'zingizlar bir qator ko'rib, tekshirib, hamma tomonlama tekshirib ko'rib olaverasizlar. Mashina 2016-yil 270 ming yurgan, $350 ga tushirib qo'ydik degan nomerni qoldiramiz.